Bitta qiz bo'lsa yordamlashardi. Onang sportivka olishim kerak. Voy, mana akanikini kiy, bolam. Akamnikini kiymayman men, oyi. Xavotirlanma, bu meniki emas. O'zi tegi tog'amni sportivkasi bo'lgan. Zato zo'r turibdi, maylimi? Kiyman kiyamanmi? Yo, jonim bolam, senga yangi sport beramiz. Mana zarar. Bu eskirib qoladi-ku. Короче, sizlar meni tushunmayapsizlar? Ketdim, Voy, tova. Voy, o'zing ishlarni qilib qo'ymasmikan? Voy, o'zicha bor, topga. Topki? Qani yo'qol, kichik, menga bunaqa o'g'il kerak emas. Senga o'xshagan agar bunaqa qilgan bo'lsa, qarma unga. Uraymi? Ya urma bola, urma. Просто topga bor tez. Islom sana. Voy, tema, urma bolani. Barinolar ichra. Qo'ysan. Ona, men teatralga topshirmoqchiman. Dezdem ona. Qani meni romancham. Artist bo'lmoqchimisan? Mana tog'ang 8-rasida svarshik. Uni kim bilan o'ynay oladi? Svarshik bo'lasan, tushundingmi? Voycha. Ona, men qayerda o'qiyman? Voy, jonim, bolam, sen xohlagan joyingda o'qiysan. Masaga ertaga shunaqa joy ko'rsataman. Yo'qsa o'qiysan. Jonim, bolam, o'qiy. Onam yo'qligida shuni uraylik. Mana David International School. Har kuni ingliz tili, har kuni matematika kurslarida. Xitoy tili bor, koreys tili bor. Voy, ovqatlari ham bor. Xullas, mazza qilib o'qib, oxiri xohlagan kasbingni tanlab olasan.